güzel kapısına çok kızlar. Shavkat akamizni kollektivlar nomidan shifokorlar tomonidan chiroyligina niyatni tinglab qolamiz. Qolaversa yana bir qadrli aziz mehmonimiz Paxtakordan tashrif buyurgan Tohirbek akamizga tabrik so'zlari yozilgan. Marhamat qilasiz Tohirbekga Shakarov tabrik so'zlari sizlar uchun. Rustam aka marhamat qilasiz. San'at yo'llari badiiy maydon kutmoqdamiz. Kollektivlari shifokorlar nomidan eng chiroyli niyatlar. Qolaversa Tohirbek akamiz Shakarov marhamat qilasiz. San'at yo'llari badiiy maydon. Eng chiroyli niyatlarni Tohir akamizdan, Rustam akamizdan tinglab qolamiz. Tohirbek akamiz Paxtakordan tashrif buyurgan aziz mehmonimiz Tohirbek aka Shakarov marhamat qilasiz. San'at yo'llari badiiy maydon. Rustam aka xush ko'rdik. Xush kelibsiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli do'stlar. Bugun mana Shavkatjonni xursandchilik kunlarida turgan ekanmiz. Shavkatjonni butun muhim tibbiyot xodimlari nomidan, tez tibbiyot xodimlari nomidan chin qalbdan tabriklaymiz. Bugungi xursandchiligi bilan. Mana Shavkatjon shuncha el yurtga, qarindosh urug'lariga mana dasturxon yozib yerga osh-non beryapti ekan. Buning kelgusi ishlarida ham omad tilaymiz. Topqani shunday to'ylarga yaxshi kunlariga buyursin. Doim
uni xursandchilikda birga bo'laylik. Mana yoshlarga ham omad tilayman. Baxtli bo'lsin, ummating juvoni bo'lsin. Kelgusida bular ham o'g'il qizlariga to'ylar qilsin, xursandchilik kunlarida birga bo'laylik. Shu yerda o'tirgan hammalarimizni xursandchilik kunlaringizda birga bo'lib, birga o'ynab kulib, tabriklab, bordi keldingiz uzilmasin. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Rahmat. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar, aka-ukalar, opa-singillar, qishloqdoshlar. Mana bugun Shavkatjonning xonadonida to'y, tantana, xursandchilik kun. Men avvalambor Shavkatjon mana shu to'ying muborak bo'lsin, qutlug' bo'lsin, yoshlar baxtli bo'lsin. Mana Xudo xolasa qizingni mana shu borgan joyiga avvalambor o'sha xonadonga baxt olib borsin. O'zlaridan ko'paysin. Nimaki niyatlari bo'lsa, niyatlari amalga oshsin. Xudochilik rishtalari mustahkam bo'lsin. Kelgusi yili shu farzandlarini beshik to'y olib borish senga nasib etsin. Zamonamiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Barcha mana shu yerda o'tirgan qora ko'zlar hammalaringizga xonadonlaringizda mana shunday to'ylar nasib etsin. Kelib qatnashish barchamizga nasib etsin. Rahmat. Rahmat Sho'g'uli To'g'ri aka. Rustam aka sizning xonadoningizda ham shunday fayzli to'ylar va davom bo'lsin. Ayni daqiqalarda bugun davrimizda negadir Shavkat akamizdan vakillari G'obobul Ne'mat ishtirok etmayapti. Shuning uchun ro'zvoyi tabrik so'zi beramiz qo'shiqlar o'rniga. Men qarab turaman shu nimaga hech tegmaydi. Rahmat. Har bir yigit orzusi sevimli yordir. Har bir yigit orzusi sevimli yordir. Ba'zi bandasho'rlik tirnoqqa zordir. Har bir yigit tilagi o'zing ber Xudo, yigitlik baxtidan etmasdan judo. Avvalambor assalomu alaykum. Yaqin yiroqdan, shahar va qishloqdan tashrif buyurgan bir-biridan ulug' qadamlari qutlug' aziz mehmonlar va mezbonlar. Xush kelibsizlar. Bugun rozi quflarni to'y dasturxoniga deb qolamiz. Aziz davradoshlar, Bekmurodovlar sulolasi, qolaversa Roziyevlar sulolasi bugungi xursandchilik kun bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Abdul aka, qolaversa Shavkat aka, necha yildan beri mana shu Uxum qishlog'ida xalq xizmatida bugun mana Xudoanda bo'lyaptilar. Xalqimizda bir ajoyib naql bor. Xudogarchilik mingilchilik dedi. Bularning xudogarchiligi abadilabad bo'lsin. Xudo xolasa yanagi yillar mana shu amakimiz Shavkatjon borib Orom bozorida og'ir sarson bo'lib beshik to'ylarni tashvishda yursin. Hammamizni mana shu yerda davlatda qatnashayotgan barcha qora ko'zlar, bu qora ko'zlar desak xafa bo'lib qolishi mumkin. Ko'p ko'zlarni hammasini mana shu yaxshi kunlar to'y dasturxoniga yarashish mana shunday nasib etsin. Dunyomiz tinch bo'lsin. Musofirda yurgan Xitoy, Rossiyada, Amerikada, Kanada, Turkiya da bo'lsin, Qozog'istonda bo'lsin, barcha musofir yurtda yurgan opa-singil aka-ukalarimiz, barcha jigarlarimiz sog' salomat vatanimizga qaytsinda. Xudo xolasa yaxshi kunlarda mana shunday o'tirish nasib etsin. Yuqorida raisimiz ta'kidlab o'tgandek, bugun jondan jigar ham ustozim, ham akajonim Boboqul Ne'matov xizmatdaligi uchun bu davraga qatnasha olmayapti. Shaxsan o'zim nomimdan, oila a'zolarimiz nomidan, qolaversa akajonim nomidan ham bularga baxtdan taqdirlayman. Zeboxon doimiy 4 misra nasihat she'rim bor. Payg'ambarning qizini Ali olgan yor-yor. Payg'ambarning qizini Ali olgan yor-yor, yor-yor deb qiz uzatmoq, shundan qolgan yor-yor. Qayin yurting, o'z yurting, sevib kulgil yor-yor. Qaynotangga boshing, egib turgil yor-yor. Shunda sening iqboling baland bo'lg'ay yor-yor. Oq yuvib oq taratgan ota-onang haqqiga rahmatlar bo'lg'ay yor-yor deymizda. Shavkat aka, boyatdan beri qarab turibman, sizni sinfdosh do'stlaringiz
o'g'il bolalardan ko'proq mana shu sinfdosh qizlaringiz kelgan qolaversa, marhum mana shu Bahodir akamizni turmush o'rtoqlari Karomatxonam mana shu hurmat qilib sizni to'y dasturxoningizda turibdi. Birinchi qo'shig'imizga mana shu sizni sinfdoshlaringizni qolaversa yuqorida tabrikka chiqqan kollektivlaringiz nomidan KVFning barcha xodimlari qolaversa hamma davrdoshlarini davriga cholib qo'yamiz. Marhamat.
aka Shodiyon ichamizning sababchilarini yonlaridan bo'lsangiz. Shovqinlab san'atkorlarni badiiy maydonga kelishingizni so'ragan bo'lardik. Kelin dugonlar nomidan Farmonixon, qolaversa kuyov bolalarimiz do'stlar nomidan Ibrohim bilan yuzlamoqchimiz. Eng chiroyli niyatlarni, yaxshi tilaklarni kelin bilan kuyovlarni do'st dugonlardan tinglab qolamiz. Avvalambor xush ko'rdik, xush kelibsizlar, marhamat. برایت بخت میخواهم که خوشبختی جهان باشی، برایت تخت میخواهم که شاهی عاشقان باشی. امروز که در مراسم توی دوگانم زیباخان و همبالی یک عمره سینا علی خان شرکت داریم، از این فرصت استفاده برده بر دو جوان از درگاه خداوند خوشبختی تمنا دارد. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar. Mana bu yerga yig'ilib o'tirishimizning asosiy sababchilari qadrdonim, jiyanim, sinfdoshim Sinolajon va uning bir umrli yo'ldoshi Zeboxonlarning misol oqshomida yig'ilib o'tirar ekanmiz. Men shu fursatdan foydalanib shu ikkala yoshga baxtdan taxt tilayman. Barcha sinfdoshlar nomidan tabriklayman. Ilohim umrlaring bahordek bo'lsin, hech yomg'iri bo'lmasin. Yozdek issiq bo'lsin, saratoni bo'lmasin. Kuzdek to'kin bo'lsin, hech xazoni bo'lmasin. Qishdek oppoq bo'lsin, qahratoni bo'lmasin. Tabriklayman. Rahmat, sog'lar. Qarsa yo'q, sho'rada to'yda bor. Rahmat. Eng chiroyli niyatlar o'zlaringizga ham hamroh bo'lsin. Xonadonda shaypaysiz to'ylar bardavom bo'lsin. Kelin-kuyovning oldida bo'lgan muhabbat ramzi shirtliklarning kesilish marosimi o'tkazamiz. Kelin-kuyovlarimiz bir-birlariga muhabbat ramzi bo'lgan tortlarni kesib, bir-birlariga shirtliklarni ilaydi. Marhamat. Suyganingni yolg'izgina yon bo'ldi. Faqat senga shu zamonda. Har qadamda farmon yaqinlaring. Eng chiroyli kelibsan zaman. Yarasa sen yoqtirib qo'ygan. Faqat senga shu davrda vaqt. Loyihalarga hisobli bo'linglar. Yurtimizda namunali bir oilasini qurishlaringizni Allohning sarflamiz. Qo'shilamiz baxtli. Aslida siz bizlar uchun bugungi shoirlarimiz o'z zaminlariga fursatlar yetishdi. Mikrofon qarshisiga san'atkorlarning badiiy maydoniga jo'natmoqchi bo'lgan insonmiz. Xonadonning Bobor Shuhrat akamiz chiroyli niyatlar bilan bugun kechamizga ajoyib muvaffaqiyatlar bilan to'yimizni poyoniga yetkazamiz degan niyatdamiz. Kelin-kuyovlarimiz oldiga xizmat qilayotgan yigitlarimizga ko'maklashamiz. So'raydigan zotlar qilsin. Bir-birlaringizga ilk qadamlaringizni shirinliklar bilan oxirgi umrga salomatgacha mashhurlik hayotingiz shirin va Shuhrat bobolari bormilar. Bugun kechamizga chiroyli fotolar bilan Shuhrat akamizni san'atkorlarni badiiy maydonga kutmoqdamiz. Shuhrat aka, marhamat qilasiz. Bugun kechamiz asosan chiroyli fotolardan so'ng davom etamiz. Har bir o'tirishni ham dasturxon ochganda bismillah bilan boshlaymiz. Mana to'y yaxshi o'tdi. Mana shu nabiramiz bosgan joydan qolsin. Juvoli bo'lsin, yaxshi bir oila bo'lsin. Ikki tomonga ham xizmat qilsin. O'zi begona emas, bir qishloqning odamimiz. Mana Shavkat jiyanning to'yi yaxshi o'tdi. Nihoyat kelgan odamlar, mehmonlar xursand bo'ldi. Biz ham xursandmiz. Mana shu to'yni endi hammasini qovonda to'yxona davom etadi. To'yni mana shu Ağaylar maslahat qilib to'yni yopib deb e'lon qilamiz. Amin. Allohu akbar. To'yga ulansın. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yashnatingiz o'ziga amro bo'lsin. Barchangizga ma'lum qildi, bugun kechamiz chiroyli dasturxonlarga bir fotiha bo'ldi. Uzoqdan kelganlaringiz, safaringiz bexatar bo'lsin. Bugun Shavkat akamizning to'yiga xizmat qilaman deb belini mahkam boylab kelgan azizlarimiz uchun, To'xtamurod studiyasi uchun, Arjunbek studiyasi uchun, qolaversa Qo'liguli pasandalarimiz Sherali akamiz Dalerjonga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Musofirlik nonin yedim, tuzim topdim, shukr qilay. Oz bo'lsa-da yurtni kezdim, ko'rganlarim fikr qilay. Boy nochor davrasini ko'rdik tirik ko'z bilan, ular ko'nglim ko'tardik teng, kulgu shirin so'z bilan.
manmanlikdan yiroqdirmiz. Biz ham Alloh qulari. San'ati ko'plarga ma'lum san'atimizning gullari. Bu gullarning bog'boni bor. Ismi do'stlar Nargizadir. Ota-ona suti gulundan xalqlar rizodir. Gullar uzili bog'bon mehnati xor bo'lmasin. Muxlislari baxtiga Nargizaxon Islomova ham ozor ko'rmasin. Biz ham sizdek oddiy Ulug'bek aka, Nargiza, Mansurmiz. Nasib etsa xalqqa ko'p xizmat qilamiz hali biz deya. Yangi didorlarda, yaxshi kunlarda ko'rishguncha omonlashamiz. To'ylar boraversin, kelin-kuyovlarimizni qilamiz. She'r tomimizga ham deyiladi. Umidjon kasirgan rahmat, yarmini urib qo'ysang ikkinchi bo'ling. Bosan.
دل